Men bu ovqatni avvalam qizlik paytlarimda, ishlab yurgan paytlarimda ko'p pishirardim. Go'sht bo'lmaganida yoki go'shtni morozinlikdan chiqarishga erinsangiz, osongina tayyor bo'ladigan obed. Bitta piyoz, bitta kartoshkani qo'shib, yaxshilab qovurib, bir qoshiqcha tomat qo'shdim. Tomat ixtiyoriy, qo'shmasa ham bo'ladi. Kartoshkasi pishganidan keyin grechkani solamiz va yana og'zini yopib qo'yamiz, ozgina suvni tortgangacha. Orada meni oldingi qilgan videolarimdagi tvorojniy pirogimdan qo'ygan xamirim bor ekan. O'shandan yana ozgina tvorog bilan mana shunaqa rullet pechenyelar qildim. Birinchi marta pishirdim, o'xshamasa kerak deb o'yladim, lekin juda ham o'xshab chiqdi. O'zim hayron qoldim qizlar, osongina ekan. Xuddi o'sha bozorchi xolalar sotib o'tiradiganday chiqdi. Qizlar, ustalarim ishlarini tugatib ketdilar. Malyarni ishlar uyimda tugadi, xudoga shukr. Uyimni obzor qilib chiroyli video qilish niyatim bor qizlar, lekin hali mebellari, gilamlari ko'p narsasi olinmagan va ruxsat ham hozircha menga yo'q. Kuz tegadi deb, nasib bo'lsa, hamma joyi tayyor bo'lsa, bitta chiroyli video qilaman, ko'rasizlar. Shu osongina grechka ovqatini yana kim pishirib ko'rgan, kommentariyda yozinglar, kutaman.